Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana va'da qilganimizdek bugun 10-aprel. Soat 15:10 bo'lyapti. Sekin jonli muloqotimizni boshlasak ham bo'laveradi. Xo'sh, o'rtoqlar, bugungi jonli muloqotimiz tayanch harakat sistemasini kasalliklari, unga asosan olib keladigan sabab bo'ladigan patologiya osteoporoz haqida gaplashamiz. Ertangi kungi master klassimizda sarkopeniya, mushak holsizligi haqida gaplashamiz. Xo'sh, ko'rib o'tadigan masalalarimiz haqida sizlarga ozgina to'xtalish berib o'taman. Xo'sh, osteoporoz nima? Bu osteoporoz suyakning mo'rtlashishi. Bu haqda bugun ko'proq to'xtalib o'tamiz. Yana ko'rib chiqadigan narsamiz sarkopeniya, mushakning zaiflashishi. Orada gapirib o'tamiz, lekin asosiy urg'uni ertangi kun uchun berib o'tamiz va organizmda kalsiyning roli, mineral, asosiy minerallardan bittasi bo'lgan kalsiy roli haqida gaplashamiz. Yana undan ham muhim narsa bu vitamin D va organizmda oqsillanishda eng muhimi bo'lgan bu kollagen oqsili haqida gaplashamiz. Endi ozgina qisqacha o'zim haqida gapirib o'tib ketaman. Bu kim, qayerdan kelib qoldi bu inson degan xayolga bormasliklaring uchun. Meni ismim Sherzod, familiyam Boboyev. Mutaxassisligim bo'yicha travmatolog, ortopedman. 2009-yili Toshkent tibbiyot akademiyasining travmatologiya, ortopediya, harbiy dala jarrohligi va neyroxirurgiya kafedrasida magistraturani o'tganman. Magistratura bazamiz Respublika yirik bo'g'imlar ortopediyasi va qo'l barmoq jarrohligi ixtisoslashtirilgan ilmiy markazida akademik Hamrayev Shahol Shamsiyevich qo'l ostilarida o'qib bitirganmiz mutaxassisligimiz bo'yicha. Xo'sh, endi yana qo'shimchasiga ESCO degan tashkilot bor, Yevropa osteoporoz jamiyatini mutlaq a'zosi hisoblanamiz. International Osteoporosis Foundation, ya'ni xalqaro osteoporoz fondi jamiyatini a'zosimiz. World Congress on Osteoporosis and Skeletal Muscle Disease, ya'ni xalqaro osteoporoz va tayanch harakat sistemasini kasalliklari bo'yicha butun dunyo kongressini ishtirokchisi hisoblanamiz 2025-yil bo'yicha va Rossiyada xalqaro revma ortopedlar va Doctor School xalqaro konferensiya, xalqaro assotsiatsiyasi bor. Shu assotsiatsiyani a'zosi hisoblanamiz. Ya'ni bu sohadagi tajribamiz ancha yillarni tashkil qiladi. Endi ozgina konferensiyada qatnashgan holatlarda butun dunyoda shu osteoporoz, skelet mushak sistemasining kasalliklari bilan shug'ullangan bir necha olimlar bilan birgalikda uchrashganmiz, birgalikda hamkorlik qilganmiz, ulardan juda ko'p narsa o'rganganmiz. Mana bugungi kunda shu olimlarning kitoblaridan foydalanamiz, o'zlari bilan mana uchrashganmiz. Mana tepada Moskvada qatnashganda mana butun dunyodagi olimlar, mana Turkiyaning professori, mana Nasanova nomidagi revmatologiya ilmiy tekshirish institutining professorlari, mana Aleksey va Rossiyaning bosh travmatolog ortopedi mana Zarogidniy, Nikolay Zagridniy va mana bu yerda osteoporoz bo'yicha Priorova nomidagi travmatologiya ortopediya ilmiy tekshirish instituti bor. Ilgari Soyuzda butun ittifoq travmatologiya ortopediya instituti bo'lgan. Priorova nomida CITO deyiladi. Shu CITOda отдел метаболической остеопатiyani, osteoporoz haqidagi отделениyaning rukovodители Radionova Svetlana Semyonovna va shu mazkur institutni direktori akademik Lila Aleksandr Mixaylovich bilan mana Karatayev professorlar, mana Targashin va boshqa insonlar bilan birgalikda doimiy ravishda o'qib, hamkorlik olib boramiz. Va undan tashqari 2025-yili Italiyaning Rim shahrida o'tkazilgan butun dunyo xalqaro osteoporozlar kongressida ishtirok etib kelganmiz, malaka oshirganmiz, o'qib va Yegral kongress a'zosi bo'lib kelganmiz. Mana bu rasmlar o'sha Italiyadagi professorlar bilan birgalikda hamkorlik qilgan rasmlarimiz. Mana fransiyalik professor, italiyalik professor va mana bu yerda butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotini rahbarini mana o'rinbosari bilan birga tushgan Italiya Rim konferensiyasida tushgan rasmimiz. Qisqacha o'zimiz haqimizda bergan informatsiyamiz shu. Endi bugungi sizlar bilan master klassdan o'tkazishib turgandan maqsadimiz nima? Birinchi maqsadimiz o'zi osteoporoz nima? Suyak mo'rtlashishi bu nima? Nima uchun bu narsani o'rganishimiz kerak? Nima uchun bu narsaga biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak? O'sha haqida gaplashib o'tamiz. Undan tashqari yangi termin O'zbekistonda deyarli bu vrachlarning o'rtasida uchratmaydi, ishlatilmaydi. O'zbek YouTube kanallarida ham, o'zbek videolarida ham mutaxassislar tomonidan bu so'zlar deyarli ishlatilmagan, lekin bu butun dunyoda, butun jamiyatda har kunga kundalik uchrab keladigan muammo
osteoporoz bilan birga parallel ravishda rivojlanadigan va uni egizagi bo'lgan bu sarkopeniya holati haqida gaplashamiz. Bugun ham ozgina to'xtalib o'tamiz orada, lekin sarkopeniyaga alohida fokusimizni ertangi kundagi master klassimizda qaratib o'tamiz. Va yana undan tashqari organizmda kalsiy elementining roli, vitamin D ning roli va kollagen oqsilining roli haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Osteoporoz degan kasallikni, sarkopeniya degan kasallikni zamonaviy tashxislash, diagnostika usullarida unda qanday belgilar bo'ladi va unda bo'ladigan profilaktik holatlar, davolashning samaradorligi, qanaqa dori vositalari qiladi va qanaqa natijaga erishiladi, qaysi holatlarda bularni dinamikada tekshirib borish haqida gaplashamiz va buni haqida sizlarga to'liq tushuncha berib o'taman. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Oxirida imkoniyatga qarab, vaqtga qarab har bitta savollarga to'xtalib o'tamiz. Agar savol yozib qoldira olmaganlar yoki o'zimizning YouTube kanalimizda Telegram profilimiz, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib, master klassdan degan so'zni qilasizlarda va o'sha joyga savol yozib qoldirasizlar. Men imkon qadar bugun kechasi bilan o'qib, har bitta insonlarning savollariga personalniy javob berib o'taman. Ketdik. Xo'sh, osteoporoz bu nima? Osteoporoz bu osteo degani suyak, parozis degani bu mo'rtlashish degan ma'noni bildiradi. 19-asrda Lobstein degan olim tomonidan fanga kiritilgan va keyinchalik alohida fan sifatida, nozologik fan sifatida bu kiritilgan. Osteo suyak, parozis mo'rtlash degan ma'noni bildiradi. Nima uchun bu narsani o'rganish kerak? Nima uchun kerak bo'ladi? Osteoporoz bu suyakning zichligini kamayib, mo'rtlashi va uning natijasida suyaklarni sinish xavfini oshishi bilan kechadigan patologik holat hisoblanadi va nima uchun o'rganiladi? Sababi organizmda tayanch harakat sistemasining kasalliklari har kunga qiynab keladigan oddiy mana osteoartrozda, chanoq son bo'g'imida bo'ladigan koksartroz, aseptik nekroz holatlari, umurtqa pog'onasidagi osteoxondroz, disk churrasi kunliga yetib keladigan muammolar hammasini tagida osteoporoz degan bitta okean, bitta dengiz yotadi. Shuning uchun ko'p bemorlar osteoartrozlar bilan yoki aseptik nekroz yoki osteoxondroz grija diskalar bilan vrachlarga murojaat qilganda og'riq qoldiradigan terapiyaga qarab fokusni qaratishadi ko'pchilik. Yallig'lanishga qarshi fokuslar, ishga qarshi dori-darmonlar, massaj, razrabotkalar, har xil noan'anaviy tibbiyot usullari, taypirvin, likoplastilar qo'yadigan davolashda o'tkaziladi. Lekin osteoporoz haqida hech kimda qanaqa fikr ham bo'lmaydi vrachlar tomonidan yoki masalan bemorlarning o'zi tomonidan bu osteoporoz menda yo'qmikin degan savol bo'lmaydi. Lekin vaholanki bu kasalliklarning hammasining zamirida aynan shu osteoporoz yotishi aniq bo'ladi. Mana bugungi kunda osteoporoz haqida ham ancha fikr yuritish boshlangan, ko'p bemorlarimizni o'zida ham boshlangan. Mamlakatimizda birinchilardan bo'lib osteoporoz haqida bugun sizlar bilan master klass o'tkazyapmiz. Xo'sh, osteoporoz bu qanaqa, nima uchun xavfli, nima uchun bezmolniy epidemiya, ya'ni shov-shuvsiz epidemiya, tinch epidemiya, tinch qotil degan ma'noni bildiradi. Sababi osteoporoz birorta millat yo'qki, birorta irq yo'qki, birorta mamlakat yo'qki osteoporoz kirib bo'lmagan. Hamma joyga kirib bo'lgan, hamma mamlakatda bor, lekin insonlar o'zida osteoporoz borligini bilmaydi. Nima uchun bilmaydi? Sababi uzoq vaqt osteoporoz belgi bermay keladi. Uzoq muddat belgisiz keladi. Qachonlardir yosh katta bo'lgan paytda oddiy yiqilish natijasida niskiy energetik perelom, ya'ni kam energiyali yiqilish, inson o'zini bo'yi baravar holatlardagi yo o'zi bo'y baravar holatda yiqilish natijasida biror joyda sinish holati bo'lsa, ana unda shifokorga boradi, rentgen qiladi, suyakda sinish holatlari kuzatiladi, quyumishda sinish holatlari, umurtqa pog'onalarida sinish holatlari kuzatilgandan keyingina hamma o'zida osteoporoz borligi haqida keyin fikr yuritadi yoki vrachlar tomonidan bunga signal beriladi. Sizda osteoporoz bo'lishi mumkin, kalsiyni tekshirtiring, kalsiy iching yuriladi. Vaholanki odamlar uzoq muddat meni suyagim mustahkam bo'ladi deb preparat kalsiylarni ichadi, vitamin D preparatlarni ichadi, lekin hech qanaqa vaqt o'tish bilan osteoporozi tuzalib qolmaydi. Sababi bu joyda umuman taktika noto'g'ri ketgan bo'ladi, qonda vitamin D miqdorini bilmagan holatda ichadi, natijada ichilib turgan hamma kalsiy hammasi axlat bilan tashqariga chiqib ketadi. Faqat pulni uval qilingan qoladi xolos. Endi
artroz, aseptik nekroz, koksartroz va boshqa kasalliklarni aynan rivojlanishini zamirida bu osteoporoz degan narsa yotadi. Yashirin epidemiya. Bu bildirmay yotadi. Shuning uchun bu kasalliklar osteoporozni fonida mazza qilib rivojlanishiga olib keladi. Bemorlarda suyak singan vaqtda nima bo'ladi? Bemorlar 2 oy, 3 oylab ishga chiqa olmaydi yoki bo'lmasam jamiyatga qo'shila olmaydi. Buni aytadi bizda ham jismoniy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan safdan chiqishga olib keladi. Ya'ni insonlarni uzoq muddat safdan chiqishiga sabab bo'ladi. Va undan tashqari osteoporozda mushaklar holsizligi bo'ladi. Mushaklar kichkinalashib ketadi. Bemorlar tikka turib o'zini muvozanatini saqlay olmaydi, yaxshi yura olmaydi yoki o'tirib turish holatlarida, jismoniy faoliyatda, hojatxonaga borgan faoliyatda o'tirib erkin, mustaqil o'tirib tura olmaydi. Ya'ni mushaklarni holsizligi kuzatiladi. Vinosivisi, ya'ni bardoshi, chidamligi yo'qoladi. Bu holatni sarkopeniya holati deb ataladi. Ya'ni bu osteoporoz bilan egizak holatda rivojlanadigan kasallik. Shu haqda bugun qisqa gaplashib o'tamiz. Xo'sh, endi nima uchun osteoporoz haqida gapirishimiz kerak? Mana butun dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotini bergan ma'lumotiga ko'ra, yer yuzi aholisida 8 milliard odam yashab turgan bo'lsa, bugungi kunda shundan 500 million odam osteoporoz kasalligi bilan istiqomat qiladi. Bu oz ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Sababi 8 milliard aholining ichida 1,5 milliardida vitamin D yetishmaslik holatlari kuzatiladi. Osteoporoz bu 500 millionda xolos ekan. Hamma vitamin D yetishmagan holatda hammasida osteoporoz bo'lmaydimi degan savol berishingiz mumkin. Aynan osteoporoz deb nimaga aytiladi? Osteoporoz degan tashxis 20 yoshdan tepadagi kontingentlar uchun ishlatiladi. 20 yoshgacha bo'lgan kontingentlar uchun osteoporoz deyilmaydi, osteomaliatsiya deyiladi. Shuning uchun 500 millionta osteoporozni ichiga 20 yoshgacha bo'lgan kontingentlar qo'shilmagan. Bular alohida o'rganiladi, alohida raqamlar, ya'ni 500 millionning ichida emas. Shuning uchun 8 milliard aholining ichida bugungi kunda 500 milliondan ko'p osteoporoz aniqlangan. 2050-yilga borib statistika va tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatyaptiki, 2,5 milliard odam osteoporoz bilan yashashi kutilmoqda, shu holat ketilayotgan bo'lsa. Endi osteoporozni tashxislashga, osteoporoz oqibatidagi muammolarni davolashga bir yilda dunyo mamlakatlari sog'liqni saqlash sistemasi, moliya sistemasi 400 milliard dollar pul sarflaydi. Bu juda katta raqam, bu juda ko'rinmaydi, lekin mamlakat rahbarlarini shu iqtisodiy blokda ishlaydigan katta pul ajratuvchi insonlarning ko'ziga ko'rinadi, lekin siz bilan biz uchun bu ko'rinmaydi. Mana masalan, artroz bo'lib keladi, bo'g'imda og'riydi, u doktorga boriladi, palon millionlik lisheni olinadi, bu doktorga borib uriladi, boshqa narsa olinadi, plazma olinadi, u olinadi. Bu xarajatlarning hammasini hisoblasangiz, bu hammasi ana shu raqamning ichiga kiradi. Lekin bu joyda hech kim osteoporoz haqida fikrlamaydi. Koshki shu xarajatlar bo'lib, osteoporozning muammosi haqida ozgina bo'lsa ham qadam qo'yilsa, lekin unaqa bo'lmaydi. Endi oddiy osteoporotik sinishlarni davolashga Yevropa mamlakatlari, Yevropada tibbiyot ancha taraqqiylashib ketgan, osteoporoz haqida fikr yuritiladi. Yevropa mamlakatlarida vitamin D yetishmasligi bilan aholi 40% dan ko'pi jabr chekadi. Shundoq bo'lsa ham Yevropa mamlakatlarida osteoporozni ga 37,4 milliard yevro pul ajratiladi. Endi shuni solishtiradigan bo'lsak, Yevropada yana yurak qon tomir sistemasining kasalliklari va uni asoratlari, uni oqibatlari, unda bo'ladigan jarrohlik amaliyotlari, stentlash yoki bo'lmasa yurakka koronar shuntlash amaliyotlarini, xarajatlarni qo'shib hisoblaganimizda 19 milliard yevro pul sarflanyapti. Ko'rinib turibdiki, osteoporozga ketadigan mablag' bu yurak qon tomir sistemasiga ketadigan mablag'larga nisbatan 2 barabarini tashkil qiladi. Ya'ni osteoporozni davolashga 37,4 milliard yevro, yurak qon tomir sistemasining muammolarini davolashga 19 milliard yevro ketyapti. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, osteoporoz bu mamlakatlarda insonlarni cho'ntagiga, moddiy holatiga putur yetkazadigan kasallik hisoblanadi. Oddiy statistikani olsak, Amerika Qo'shma Shtatlarida osteoporoz oqibatida har yili insonlarda qo'ymishda son suyagini bo'yinchasi bilan sinish 250 ming odamda kuzatiladi. Xo'sh, osteoporoz nech xil bo'ladi? O'rtoqlar, osteoporoz 2 xil bo'ladi. Birlamchi osteoporoz va ikkilamchi osteoporoz. Birlamchi osteoporoz sababi noma'lum, o'z-o'zidan rivojlanadigan, asosiy kasallik sifatida rivojlanadigan osteoporoz hisoblanadi.
ikkilamchi osteoporoz qaysidir kasalliklarni va qaysidir dori-darmonlarni, qaysidir zararli odatlarni natijasida rivojlanadigan kasallik hisoblanadi. Birinchi osteoporoz butun osteoporozlarni 85% qismini tashkil qiladi. Ya'ni 15% qism asoratli ikkilamchi osteoporozlarga to'g'ri keladi. Birlamchi osteoporozni o'zi ham 4 xil bo'ladi. Ya'ni birinchi tip osteoporoz, birlamchi osteoporoz asosiy qismini tashkil qiladi. Bu ayollarda 50 yoshdan keyin menstruatsion sikl fazasi tugagandan keyin rivojlanadigan post menopauzal osteoporoz hisoblanadi. Endi ikkinchi osteoporoz bu senil, juvenil va keksalikda bo'ladigan osteoporoz. 60-65 yoshdan keyin insonlarda hammasi osteoporoz boshlanadi. Kimdadir erta boshlanadi, kimdadir 60 yoshdan keyin boshlanadi. Buni involutsion osteoporoz deb ataladi. Endi uchinchi turi bu idiopatik osteoporoz, ya'ni sababi noma'lum osteoporoz deyiladi. Erkaklarda 20 yoshdan 56 yoshgacha bo'lgan muddatdagi osteoporozni, ayollarda 20 yoshdan 50 yoshgacha, ya'ni klimaks boshlanadigan bo'lgan osteoporozni bu idiopatik osteoporoz deyiladi. Va o'smirlarda kuzatiladigan osteoporozni buni aytadiki o'smirlik osteoporozi deb ataladi. Bularni ko'pi o'smirlarda bo'ladigan osteoporoz vitamin D yetishmasligi bilan xarakterlanadi. Idiopatik osteoporoz 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan bemorlarda vitamin D ni defitsiti bilan endokrin sistemasining boshqa kasalliklarining oqibati ham bo'lishi mumkin va undan tashqari organizmda estrogenlarning balansi, menstruatsion sikl balanslarini yoki emiziklik davrida, laktatsiya davrida gormonal fonni buzilishi natijasida kelib chiqadi. Osteoporozning ikkinchi turi bu ikkilamchi osteoporoz deyiladi. Ikkilamchi osteoporoz bu ma'lum bir kasalliklardan keyin rivojlanadigan. Uning orqasida endokrin sistemasining har xil gormonal buzilish kasalliklari, har xil revmatologik kasalliklar, revmatoidniy artrit, reaktiv artrit, Bextrib kasalligi va boshqa kasalliklar natijasida yuzaga keladigan osteoporoz hisoblanadi. Undan tashqari dori-darmonlar, ba'zi bir dori-darmonlarni ko'p iste'mol qilish juda ham katta xavf bilan osteoporozga olib keladi. Qanday dori-darmonlar? Revmatoidniy artritda, reaktiv artritlarda, boshqa kasalliklarda bemorlarga glikokortikoid dori vositalarini uzoq muddat berish, ya'ni prednizolon preparatlarini, gormonal preparatlarni uzoq muddat berilganda boshlanadigan post medikamentos osteoporoz hisoblanadi. Undan tashqari xalqaro diuretiklar, furatsimid ichadigan bemorlarda juda ham bu holat ko'p kuzatiladi. Antiagregantlar, ya'ni qonni suyultiruvchi dori vositalarini uzoq muddat qabul qiladiganlarda, antikonvulsantlar, ya'ni tutqanoqqa qarshi dorilarni ko'p ishlaydigan litiy tuzlar va boshqalarda bunaqa holat ko'p kuzatiladi. Endi osteoporozni bilishimiz uchun ozgina suyak haqida tasavvur paydo qilishimiz kerak. O'zi suyakning tarkibiy tuzilmasi ortopedik nuqtai nazardan, hujayraviy nuqtai nazardan olinganda juda ham murakkab hisoblanadi. Ostion, gidroksapatidiy kompleks degan boshqa narsalar bor. U haqida gapirmaymiz. Sizlarga qisqa qilib aytadigan bo'lsak, suyakning tarkibida 3 xil narsa bo'ladi. Birinchisi sog'lom odamni suyagi, ya'ni tirik odamni suyagini biz mana bunaqa holatda bo'lib ko'radigan bo'lsak, tirik odamni suyagini 50% qism suvdan iborat bo'ladi. 50% qism. 50% qism suvdan iborat bo'ladi. 50%. Endi suyakni va boshqa yana 22% qism bu organik, noorganik moddalar, ya'ni kalsiy fosfat, kalsiy gidroksapatid, kalsiy deb gapiramiz, o'sha suyakning qattiq qismidan iborat bo'ladi. Bu 22% qismni tashkil qiladi. 22% qism. Bu kalsiy elementi bor qism hisoblanadi. Va suyakni qolgan 28% qism bu kollagen. Kollagendan tashkil topgan bo'ladi. Kollagen bu suyakni birinchi tip oqsilidan tashkil topgan bo'ladi. Kollagendan. Hozir kollagen haqida ham gapirib o'tamiz. Bu 28% qismni tashkil qiladi. Kollagen oksili. Xo'sh, esdan chiqmasin. Oddiy insonda suyagi, mana oddiy suyakni oladigan bo'lsak, mana hozir men suyagini olaman. Xo'sh, mana insonni suyagi bu maket, mana suyagini oladigan bo'lsak, mana shu suyakni tirik insonda 50% suvdan iborat, 22% qism kalsiydan iborat, kalsiy va uning tuzlaridan, 28% qism bu kollagen oqsilidan iborat.
Mana bu narsani nima uchun bilish kerak? Hamma suyakda kalsiy kamayib ketibdi. Kalsiy haqida gapiradi, lekin suyakni mustahkam bo'lishiga undan ham muhim narsa bor. Bu kollagen oqsili hisoblanadi. Lekin kollagen oqsili suyakni kalsiyga, ya'ni qattiq moddasiga nisbatan ko'proq qismni egallaydi. Ya'ni 28% qismni egallab keladi. Xo'sh. Endi anorganik qismga haqida qisqa qilib aytaman. Asosiy modda anorganik qismda bu kalsiy elementi hisoblanadi. Insonni tanasida bor mavjud kalsiy elementi 1 kilogramdan 2 kilogramgacha bo'lish tashkil qiladi. Kalsiy elementi. Endi kalsiyni asosiy qism, yana 99% qism bu suyaklarda saqlanadi. 99% qism suyakning ichida, 1% qism qonda, hujayralar aro suyuqliklarni tarkibida bo'ladi. Bu normal holatda bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Endi kalsiy organizmda suyaklarning mustahkamligiga javob beradi, mushaklarning qisqarishiga, nervlarning o'tkazuvchanligiga, qonda qonni ichki muhitini doimiy bo'lib turishda, ba'zi bir fermentlarning sintezlanishida, qonni quyilish, suyulish masalalarida kalsiy elementi nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Endi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, kalsiy elementi qanaqangi oziq-ovqat mahsulotlarida ko'p bo'ladi. Jamiyatda mana kalsiyga yopishib qolamiz, lekin kalsiyga boy oziq-ovqatlarni ko'pchiligimiz bilib bilmay iste'mol qilamiz. Nimada ko'p bo'ladi? Kalsiy sut, birinchi o'rinda sut mahsulotlarida ko'p bo'ladi. Pishloq, kefir, yogurt va sutdan olinadigan boshqa mahsulotlarda juda ham ko'p bo'ladi. Ikkinchi o'rinda bu sabzavotlarda bodring, ko'kat va boshqa sabzavotlar tarkibida ko'p bo'ladi. Tuxum mahsulotlarida ko'p bo'ladi. Ayniqsa tuxumni sarig'ida vitamin D bilan birgalikda ko'p bo'ladi. Baliqlarda, hamma baliqlarda ko'p bo'ladi. Ko'p shu jumladan sardina, lasos baliqlarida va boshqalarda, dengiz baliqlarida ko'p bo'ladi. Undan tashqari yong'oq, bodam, keshu va boshqa mevalarda ko'p bo'ladi. Kunjutda ko'p bo'ladi va dukkakli mahsulotlarda, loviya, mosh, no'xat degan mahsulotlarda kalsiy juda ham ko'p bo'ladi, o'rtoqlar. Endi kalsiyni organizmdan yo'qotilish degan narsa bor. Bir kunda insonning tanasiga esdan chiqmasligi kerak, 1 grammdan ayollarda 1000 milligram, ayollarda 1000 milligram, erkaklarda 1,5 ming milligram kalsiy so'riladi. Qanday so'riladi? Endi hozir bu narsani aytib o'taman. Mana, xo'sh, mana buni ichak deb oladigan bo'lsak, xo'sh, bu ichak. Mana bu qon tomir, ichakning atrofidagi qon tomirlar va mana bu suyak hisoblanadi. Ya'ni qon tomir suyak. Mana bu suyak hisoblanadi. Endi birinchi o'rinda kalsiy ovqat bilan ichakka kirib keladi. Ya'ni ichakdan bir kunda 1,5 ming milligram kalsiy qonga so'riladi. 1000 milligram qonga so'riladi. Qonda kalsiyning miqdori, ichakda vitamin D ni nazorati ostida so'riladi va qonda kalsiyning miqdori 2 dan baland bo'lish kerak. 2 mikromol litrdan baland bo'lish kerak va ich qondagi kalsiy suyakka qarab o'zlashtiriladi. Suyakka normada. Endi hozir bu qanaqa o'zlashtirish haqida ham suyak hujayralarining roli haqida gapirib o'taman. Mana shu jarayon kalsiy almashinuv jarayoni hisoblanadi. Ya'ni organizmga tushgan kalsiy qonga o'tadi, qondan suyakka o'tib, suyakda mo'rtlashgan qismlar kalsiy bisfosfonat yordamida kirib, suyakni mustahkam qilishga javob beradi. Endi organizmda kalsiyni yo'qotadigan faktorlar juda ham ko'p bo'ladi. Bular mana tuzi ko'p bo'lgan mahsulotlar, achchiq, sho'r mahsulotlar, polifabrikatlar, mana kolbasa mahsulotlari, yarim tayyor mahsulotlar, keyin gazlangan ichimliklar, gazlangan har xil energetiklar, tarkibida fosfat kislotasi chaqiradigan energetiklar, shirin ichimliklar, bular kalsiyni organizmda so'rilishini, mana bu proseslarni kamaytiradi va undan tashqari organizmda siydik bilan yurib chiqish muammolarini ham
ko'paytiradi. Shirinliklar, glikemik indeksi yuqori bo'lgan mahsulotlar, oq nun, oq on mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish, shakar mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish qonda vaqtincha dopaminni ko'paytiradi, organizmda kalsiyni ham yuvib chiqarishga, insulinda rezistensiyani o'zgarib, kalsiyni ham yuvib chiqarishga olib keladi. Xo'sh, vegetarianlik, umuman go'sht mahsulotlarini iste'mol qilmaslik organizmda kollagen oqsimining kamayishiga olib keladi. Osteoblastlarning faoliyatini buzilishiga olib kelib, kollagen, kalsiy o'zlashtirishini kamayishiga olib keladi. Yoki bo'lmasam go'sht va u mahsulotlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qiluvchi holatlarda ham bu narsa kuzatiladi. Endi doimiy ravishda stress ko'pgina dumbaq insonlarda organizmda kortizol gormoni ko'payib ketadi. Bu stress gormoni hisoblanadi. Stress gormoni bu insonlarda ham dumbaq insonlarda baquvvat o'ylaymiz, kalsiy jurasi ham ko'p deb o'ylaymiz. Densitometr qilib ko'rganda suyagida mineral zichligi kamligi aniqlanadi. Bu doimiy ravishda stress, kortizol. Aytdik-ku boya glykokortikoid moddalar, prednizolonga o'xshagan moddalar kalsiyni kamaytiradi. Kortizol gormoni ham shu glykokortikoid moddalarning gruppasiga kiradi. Doimiy ravishda stressda yurgan odamda ham kalsiy organizmdan yuvib chiqarib tashlanadi. Ochlik bilan uzoq muddat shug'ullanadigan, noto'g'ri parhez tutadigan insonlarda kuzatiladi va gipodinamiya, kam harakat bo'ladigan, sport bilan shug'ullanmaydigan, bir kunda kerak yurishi mumkin bo'lgan normativni bajarmaydigan insonlarda, faqat yotib olib ovqat yeydigan insonlarda ham kam bo'ladi va quyosh ko'rmaslik. O'zi normada organizm har kuniga tashqi muhitda quyosh nuri ta'sirida vitamin D sintezlanadi. Vitamin sintezlanishi natijasida organizmga kalsiy elementi so'rilib turadi o'rtoqlar. Endi vitamin D haqida gapirishamiz. Vitamin D bu organizmda eng muhim vitaminlardan hisoblanadi. Butun dunyoda 8 milliard odam yashaydigan bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, shu insonlarning 1,5 milliardi vitamin D defitsit bilan yashaydi. Dunyoning meditsinasi rivojlangan mamlakatlar, AQShda, Amerika Qo'shma Shtatlarining 24% aholisi, Kanadada 37% aholida, Yevropa mamlakatlarida 40% dan ko'p aholida, Rossiya Federatsiyasida 64,5% dan 94%gacha aholida vitamin D yetishmovchiligi juda yuqori bo'ladi. Skandinaviya orollarida yuqori bo'ladi. Bizning O'rta Osiyo mintaqamizda vitamin D yetishmovchiligi 60-80% ni tashkil qiladi o'rtoqlar. Endi vitamin D immun sistemani nazorat qiladi, suyak, skelet, mushkul sistemasini nazorat qiladi. Vitamin D ning organizmda 40 dan ko'p retseptorlar bor. Bitta retseptori suyak yetishmasligi, suyakning murtlashi osteoporozga sabab bo'ladi. Bitta retseptor bu mushak hisoblanadi. Yetishmasligi mushak holsizligi, sarkopeniyaga sabab bo'ladi. Bitta retseptor immun hujayralar bo'ladi. Yetishmasligi organizmda immunitetni pasayib ketishiga, organizmda yallig'lanishga qarshi kurashini pasayishiga, virusli infeksiyaga tez yiqilib qolishga yoki boshqa bakterial infeksiyalarning rivojlanib ketishiga, organizmda immun sistema, ya'ni qarshi kurashish qobiliyatini pasayib ketishiga olib keladi va organizmni gormonal fonni buzadi. Kortizolning miqdorini ko'payib, bolachalarda juda ko'p insonlarni semirib, uzoq muddat ozmasdan, parhezdan keyin ozmasdan yurishiga sabab bo'ladi yetishmovchiligi yoki organizmda dopamin degan gormon kamayib ketadi-da, insonlar uzoq muddat stresslarda, uzoq muddat yaxshi bo'lmagan kayfiyatda, yaxshi motivatsiya bo'lmagan holatlarda, bitta ishni oxiriga yetkazib olmaydigan, bitta qarorni oxirigacha qabul qila olmaydigan holatlarda yoki insonlarda bir ishni qilmaslik uchun ko'proq bahonalar o'ylab chiqaradigan, qilmaslik uchun pessimistik holatlarni yuzaga keltirishda muhim o'rin tutadi. Vitamin D organizmga ikkita yo'l bilan kiradi. Birinchisi quyosh nuri ta'sirida terida sintezlanadi, ikkinchisi vitamin D ga boy oziq-ovqatlar bilan birgalikda kirib keladi. Xo'sh, vitamin D yetishmasa nima bo'ladi? Qisqa qilib aytganda, yetishmasa rosa ham ko'p belgilar bor. Vitamin D yetishmasligida birinchi retseptori suyak bo'lganligi uchun vitamin D yetishmasa suyak murtlashadi, ya'ni osteoporoz boshlanadi. Aytib o'tdikki, dunyo mamlakatlarida 1,5 milliard insonda vitamin D yetishmasa, shundan 500 million odam osteoporoz, ya'ni suyak haqiqiy murtlashi natijasida istiqomat qiladi. Sarkopeniya kuzatiladi, ya'ni mushaklarda holsizlik, mushaklarning zaiflashishi, o'tirib turishni qiyinligi, muvozanatni buzilish holatlari, to'liq yura olmaslik, uzoqqa yurib keta olmaslik, charchab qolish, o'tirib qolish, bellari toliqishi, artrozlar rivojlanadigan holatlar bo'ladi. Immunitet tushib ketadi. Organizm oddiy grippga ham
tez qaytalanadigan holatlar bo'ladi. Tez shamollaydi. Tez shamollangan ishga borgisi kelmaydi. Ishga bormagandan keyin bulutum bo'ladi, pul to'lamaydi. Xullas kalam oilada saf buzilishiga ham olib keladi. Metabolizm buziladi. Ya'ni metabolizm nima degani? Organizmda uglevodlar almashinuvi buziladi. Natijada sahr miqdori oshishi mumkin. Yog' almashinuvi buziladi, semirishga olib keladi. Oksillar almashinuvi buziladi, gormonlar, fermentlarning sintezini buzilishiga olib keladi. Organizmda gumoral faktor, ya'ni gormonlar orqali boshqariladigan tomonlari izdan chiqadi. Kortizol degan gormon ko'payib ketib, organizmda stress yuzaga keladi. Mavsumiy depressiya degan bitta holat bor. Insonlar qishda kurtkalarni kiyib, issiq narsalar kiyib o'ranib yurgan sari qish jarayonida teri quyosh ko'rmaganligi uchun ma'lum bir vaqtga vitamin D pasayadi qonda. Pasaygandan keyin kortizol degan gormon ko'payib ketadi. Kortizol bu stress gormon. Sportsmenlar kortizol haqida juda ko'p gapiradi. Bu odamning ruhiy tushkunlikka sababchi bo'ladi. Organizmda baxt gormonlari, organizmda motivatsiya gormonlari bo'ladi. Bular serotonin, bular dopamin gormonlari miqdori kamayib, stress gormoni miqdori ko'payadi. Shuning uchun insonlarda ozgina o'sha qish vaqtida mavsumiy depressiya holatlari bo'ladi. Ko'p narsaga qiziqmaydi, kayfiyati ochilmay yuradi, nimadandir hayotda bir norozi odamda yuradi. Ko'pgina holatlarda chet mamlakatlarda bunaqa holat bilan psixolog yoki psixiatrlarga murojaat qiladi. Lekin kunlar isigandan keyin, kiyim yechgandan keyin, tana quyosh nurini ko'rgandan keyin o'z-o'zidan bu holat sekin o'tib ketadi. Bu hammasi vitamin D bilan bog'liq bo'lgan holat hisoblanadi. Endi yurak qon tomir sistemasining kasalliklari rivojlanadi. Yurak qon tomir sistemi Lesnyak Olga Mixaylovnaning bergan ma'lumotiga ko'ra, kitobi turibdi manda 2024-yil chiqqan. Bergan ma'lumotiga ko'ra, vitamin D yetishmovchilik yurak xastaliklari va uni oqibatidagi o'lim xavfini oshiradi. Nimaga deyilsa, vitamin D yetishmasligi natijasida qon tomirlarida elastiklik kamayadi. Sababi qon tomirni elastik qilib, tarang, mustahkam qilib turadigan kollagen oqsil yetishmasligi natijasida qon bosimi ko'tarilganda qon tomir yorilib, insult bo'lish xavfi, infarkt bo'lish xavfi nihoyatda kuchayib ketadi. Onkologik kasalliklar rivojlanib ketib qoladi. Onkologiya xavfi kuchayib ketib qoladi. Qandli diabet, ikkinchi tip qandli diabet, autoimmun kasalliklar, reumatoidniy artrit, reaktiv artrit, boshqa autoimmun kasallik, autoimmun gepatitlarda xavfi oshib ketib qoladi va boshqa va hokazo va hokazo. Xo'sh, endi vitamin D ikkita yo'l bilan kiradi deydi organizmga. Birinchisi quyosh nuri ta'sirida terida sintezlanadigan asosiy yo'li va ikkinchisi vitamin D ga boy oziq-ovqat mahsulotlari bilan kiradi. Eng ko'p bo'lgan vitamin D ning mahsulotlari bular dengiz mahsulotlari, baliq mahsulotlari hisoblanadi. Dengiz mahsulotlarida nimada bo'ladi? Baliqlardan asosan baliqlarda losos, treska, tunis, sardina baliqlari bu vitamin D ga boy baliqlar hisoblanadi. Ikkinchisi bu tuxum mahsulotlarida, ayniqsa tuxumni sarig'ida. Boya kalsiy haqida ham gaplashib o'tdik. Tuxumni sarig'ida ko'p bo'ladi. Sut mahsulotlarida, sutni o'zida, pishloq, yana boshqa sutdan olinadigan boshqa mahsulotlarda ko'p bo'ladi. Ayniqsa qo'zi qorinda ko'p bo'ladi, mol go'shtida, mol jigarida ko'p bo'ladi, oqsilli go'sht mahsulotlarimizda ko'p bo'ladi va don mahsulotlarida ko'p bo'ladi. Mana don mahsulotlari, baliq mahsulotlari, tuxum, qo'zi qorin, pishloq mana va boshqa tvorog degan narsalarda ko'p bo'ladi va mol go'shtida va dukakli loviya, mosh, no'xat degan dukakli mevada ko'p va eng asosiysi vitamin D bu quyosh nurida ko'p bo'ladi. Quyosh nurida terida vitamin D ni previtamini, ya'ni ilk vitamini sintezlanadi. Previtamin D organizmda borib jigarda vitamin D2 ga, hali erga kalsifirol degan moddaga aylanadi va bu modda erkaklarda testosteron, ayollarda estrogen degan gormonlarning ta'siri ostida. Undan tashqari kalsitonin, o'sish gormonini va qolqon bezda ishlab chiqaradigan paratiroid gormoni ta'siri ostida aktiv metabolit, ya'ni vitamin D3 ga aylanadi. Vitamin D3 ga aylansagina keyin ichaklarga borib kalsitriol, ichaklarga borib kalsiy va boshqa minerallarni adekvat so'rilishi uchun keyin bemalol xizmat qila oladi. Bo'lmasam qonda vitamin D ning miqdori ko'p bo'lgani bilan vitamin D3 holati bo'lmasa, ya'ni organizmda kerakli darajada testosteron bo'lmasa, kerakli darajada estrogen bo'lmasa, kerakli darajada gormonal fon bo'lmasa, vitamin D2, D3 ga aylanmaydi. D2 ning miqdori baland yuraveradi qonda, lekin u xizmat vazifasini bajarmaydi. Safda turadigan, qo'l oyog'i cho'loq askarga o'xshab
turaveradi o'rtoqlar. Shuning uchun organizmda estrogen, testosteronni ko'paytiradigan holatlardan bajarish kerak. Bular to'g'ri ovqatlanish, jismoniy mashqlar mushaklarga quvvat beradigan holatlar hisoblanadi. Endi boya aytib o'tib ketdik, organizmda mana shu suyak bo'ladigan bo'lsa, 50% suvdan iborat bo'ladi. Suyakning 22% kalsiy, vitamin D ga o'xshagan birikmalardan iborat bo'ladi va suyakning 28% qism kollagen oqsilidan iborat bo'ladi dedik. Endi kollagen haqida qisqa gaplashamiz. Kollagen nima? O'zi nech xil bo'ladi? Kollagen bu 28 xil bo'ladi organizmda. Asosiy kollagen bu suyak kollageni va eng ko'p kollagen hisoblanadi. Kollagen butun tanadagi biriktirish to'qima oqsili hisoblanadi. Biriktirish to'qimaga suyak kiradi, teri kiradi, qon tomiri kiradi. Tanani hamma joyida mustahkamligini ta'minlab beradigan to'qima hisoblanadi. Kollagen 28 xil tip bo'ladi. Asosan suyakda birinchi tip kollagen bo'ladi. Bo'g'imlarning tog'a yuzasida ikkinchi tip kollagen bo'ladi. Kollagen organizmning hamma oqsillarini 45% qismini tashkil qiladi. Juda ko'p bo'ladi. Bir insonning mavjud tana og'irligini 6% qism kollagendan iborat. 100 kiloli insonda, mushakdor inson bo'lsa, sog'lom inson bo'lsa 6 kilogramm kollagen bo'ladi. 70 kiloli insonda 4 kilogramm kollagen bo'ladi. Xo'sh, kollagen nima vazifani bajaradi? Kollagen to'qimalarda 5 xil vazifani bajaradi. Kollagen to'qimalarni mustahkam qiladi. Mustahkamligini, elastikligini, pishiqlik, cho'ziluvchanlik va egiluvchanligini ta'minlaydi. Kollagen oqsili borligi tufayli suyak to'qimasi mustahkam bo'ladi, uncha-munchaga holatga sinmaydi, egiluvchan bo'ladi. Mana bolalarda osteomalatsiya bo'lgan paytda suyakda kalsiy kamayib ketgan bilan suyak tez sinmaydi. Sababi kollagen kamaymaydi. Kollagenning hisobiga suyak qiyshayishi mumkin, egilishi mumkin, lekin sinib ketmaydi. Suyaklarni to'qimalarni mustahkamligini, mana terini, qon tomirlarini elastikligini, cho'ziluvchanligini, taranglik, elastiklik xususiyatini, egiluvchanlik, mustahkam va taranglik xususiyatlarini belgilab beradi. Suyakni mustahkam qiladi. Organizmda kollagen oqsili tufayli terini torsangiz, joyiga qaytib keladi. Organizm kollagen oqsili tufayli mushak qisqarib, bo'shashadi. Mushakning oddiy muskullarini, payini, yopishadigan qismini 80% qism kollagen oqsilidan iborat. Kollagen baquvvat qilishga sabab mushakni 1 millimetrdagi eni 10 kilogramm yuk osib qo'yilganda ham uzilmagan. 10 kilogramm. Mana oddiy misol, jamiyatda qurbonlik hayotlarda mana qo'y so'yib turganimizda 200 kilogramm, 150 kilogramm qo'ylarni oddiy bitta oyoqdagi payga ilib osib qo'yiladi. Ana shu oddiy bitta muskulni payi tufayli shuncha kilogramm uzilib tushib ketmaydi. Bu kollagenni mustahkamlik, elastik, egiluvchanlik, cho'ziluvchanlik xususiyatini oddiy kundalik hayotda bitta ko'rinishi hisoblanadi. Xo'sh, kollagen oqsili tufayli suyak rosa mustahkam bo'ladi. Asli suyak mustahkamlik nuqtai nazaridan eng qattiq material, kompozit hisoblanadi. Bu po'latni mustahkamligini 10dan 1 qismga to'g'ri keladi. Po'latni, ya'ni bitta son suyagi uzunasiga vertikal holatda tadqiqotda kesib qo'yganda bitta avtomashinani sinmasdan ko'tarishi aniqlangan. Bu aynan kollagenni oqsilini vazifasi tufayli suyakning mustahkamligi oshadi. 1 millimetr pay 10 kilogramm yukni ko'tara oladi. Ya'ni bu kollagen oqsili tufayli yuzaga keladi. Xo'sh, kollagen tufayli nima yuzaga keladi? Suyaklar tanani qiynalmay ko'taradi. Mana men 100 kilogramm bo'lsam, bemalol harakat qilamanki, nimaga? Kollagen oqsili tufayli menda sarkopeniya yo'q, osteoporoz yo'q. Shuning uchun men tikka turib bemalol 10 soat harakat qilishim mumkin. Mushaklar erkin qisqarib, erkin bo'shashadi. Ya'ni mushaklar bemalol qisqaradi, bemalol bo'shashadi. Bizga ma'lumki, mushak bu qisqarishni yaxshi ko'radigan organ hisoblanadi. Mushakka qanchalik ko'proq nagruska berilsa, mushak shuncha maza qiladi. Shuncha sarkopeniya bo'lmaydi, shuncha osteoporoz bo'lmaydi. Shuning uchun mushak yuklamani yaxshi ko'radi. Bu nima tufayli? Bu kollagen oqsili tufayli bo'ladi. Tomirlar qon bosimiga bardosh berib yorilmaydi. Tomirlarning ichida elastikligini ta'minlab berib turadigan birish to'qima qismi bo'ladi. Bu kollagen oqsilidan iborat. Bu kollagen tomirlarda qancha ko'p bo'lsa, mabodo qon bosimi ko'tarilib ketgan taqdirda ham tomir yorilib ketmaydi, qon bosimiga bardoshli bo'ladi. Agar qon bosimida kollagen miqdori kam bo'lsa, mustahkamlik, egiluvchanlik, cho'ziluvchanlik xususiyati yo'qolib turib,
tomir yorilib ketadi va gemorragik insult holatlari yuzaga keladi. Shuning uchun yoshi katta bo'lgan insonlarda sarkopeniya bo'lgan paytda kollagenning miqdori kamayib ketib, insult, infarkt xavfi oshib ketib qoladi. Bu narsalarni hammasini tartibga solsa bo'ladi. Uning uchun diqqat bilan eshitasizlar. Bu narsalarni sekin astalik bilan tushuntirib boramiz. Kerak bo'lsa har hafta, har 2 haftada bir marta har bitta kasallik bo'yicha master klassni to'xtalib o'tamiz. Kollagen oqsili tufayli insonlar og'riqsiz hayot kechiradi. Ya'ni kollagen yetishmasligi natijasida suyaklarda, bo'g'im yuzalarida mana bunaqa osteoartrozlar paydo bo'ladi. Ya'ni suyakning mana bunaqa sog'lom qism, mana bu sog'lom qism kollagen ikkinchi tip oqsildan iborat bo'ladi. Suyak mo'rtlashsa, osteoporoz bo'lsa, kollagen oqsili yetishmasligi natijasida suyakning kollagen qismi parchalanib ketadi va bu yerda osteoartrit va osteoartroz bo'ladi va bemorlar og'riqqa kirib qoladi. Surunkali avj olib boruvchi kasalliklar rivojlanib, bemorlar doimiy ravishda og'riqdan aziyat chekib yashashlariga olib keladi. Xo'sh, osteoxondroz, osteoartroz degan narsalar yuzaga tufayli. Endi yana kollagen tufayli terilar yosh, go'zal, navqiron, nam va chiroyli bo'lib yuradi. Mana shuning uchun ham kosmetologiya sohasida muhim rol. Men kollagen haqida gapirib turganimda, bu kollagen preparatlariga urg'uni bermayman. Sababi men kollagen preparatlarini doimiy ravishda ichib yurishlarini tarafdor emasman. Organizm kollagen o'zi ishlab chiqariladi. Uning uchun vitamin D ni ya boshqa narsalarni joyiga qo'ygan rol o'ynaydi. U haqida ham alohida gapirib o'taman. Bunda kollagen vasvasasi degan narsa bo'ladi. Endi organizmda kollagenni nima oshiradi va nima kamaytiradi? Organizmda kollagenni kamaytiradigan faktorlar nihoyatda ko'p bo'ladi. Birinchisi noto'g'ri ovqatlanish. Ya'ni glikemik indeksi yuqori mahsulotlar, shakar mahsulotlari, oq un mahsulotlarini juda ham ko'p iste'mol qilish bu organizmda kollagenni yuvib chiqarishga, parchalanishga sabab bo'ladi. Kolbasa mahsulotlari, yarim fabrika mahsulotlari, roltingga o'xshagan har xil sho'r mahsulotlar, dudlangan, har xil kimyoviy yo'llar bilan olinadigan tarkibida konservantlar qo'shib chiqariladigan mahsulotlar ham organizmda kollagenning sintezini kamaytiradi. Zararli odatlarning borligi, sigaret mahsulotlarini, papiros mahsulotlarini chekish ko'p, alkogol mahsulotlarini haddan tashqari ko'p iste'mol qilish, boshqa yana qo'shimcha zararli odatlarning borligi, gipodinamiya, ya'ni harakat qilmasdan yotib, yeb yotish holatlari, mana yotib yotibdi, mana sigaret chekyapti, mana shirin tortlar yeyapti, mana alkogol, mana konyak, viskilarni, pivalarni ko'p iste'mol qilish va oftob urishi. Haddan tashqari oftob urishi organizmda kollagen oqsilini denaturatsiya qilishga olib keladi, parchalashga olib keladi. Osteoporozda endi mana hozir sizlar bilan kalsiy elementi, vitamin D, kollagen haqida gaplashdik. Ertangi kunda ham bu haqda yana qo'shimcha informatsiya beraman, yana gaplashib o'tamiz. Endi osteoporoz haqida gaplashamiz. Osteoporozda nima muhim rol o'ynaydi? Bizga ma'lumki, organizmda suyakni ichida, mana suyakda 22% qism kalsiydan, 28% qism kollagendan va 50% qism bu suvdan tashkil topgan dedik. Endi bu hujayrani, bu suyakni hujayrasiz qism bo'ladi. Endi bularda orasida suyak hujayralari bo'ladi. Suyakda ikki xil hujayralar bo'ladi. Bittasi osteoblastlar, bittasi osteoklastlar. Mana bu hujayralar osteoblast hujayralari hisoblanadi. Bular suyakni formirovka qiladigan, suyakni mustahkamligini oshiradigan, o'zidan kollagen oqsili ishlab chiqaradigan bu hujayralar hisoblanadi. Bu hujayralar osteoporoz bo'lmagan odamlarda ko'p bo'ladi. Bu hujayra ko'pligi tufayli suyak borgan sari yangilanadi. Ichidan so'rilgan kalsiy qonga o'tadi, qondagi kalsiyni osteoblast o'zlashtirib, suyakni yangilaydi. Bir yilda bitta inson tanasini suyagi 10% qism fiziologik yangilanadi. Oddiy sog'lom odamda 10 yilda butun boshli suyak sistemasi yangilanadi. Va ikkinchi hujayralar bular osteoklast hujayralari hisoblanadi. Osteoklast bu suyaklarni yemiruvchi hujayralar bo'ladi. Osteoblast bilan osteoklastlar bittasini quruvchi ustaga o'xshatish mumkin binoda, bittasi osteoklastlarni buzuvchi ustalarga o'xshatish mumkin. Bittasi binoni quradigan bo'lsa, ikkinchisi binoni buzib ketadi. Ikkalasi ham kerakmi? Albatta kerak. Chunki suyakni yangilash jarayoni uchun suyakni eski qismini ham buzish kerak. Uning uchun
buzuvchi ustalar va malyar narigilar suyuni quruvchi. Endi osteoporoz bo'lgan paytda, organizmda vitamin D yetishmagan paytda, ma'lum bir gormonlarning fon, asosan vitamin D yetishmasligi natijasida osteoblastlarning faoliyati pasayib ketadi. Ya'ni quriydigan ustalar damga chiqib ketadi, sakrasheniya berib qo'yadi, organizm yo'qolib qoladi quriydigan ustalar. Faqat organizm buzish bilan shug'ullanadi. Buzadi, qondagi kalsiyni, suyudagi kalsiyni qonga qarab o'tadi. Ichida vitamin D yetishmayapti. Qonga kalsiy kerak, yurak urishi uchun, muskul qisqarishi uchun, nerv o'tkazuvchanligi uchun, fermentlar ishlab chiqarish uchun kalsiy kerak bo'ladi. Ras yetishmadimi, organizm kalsiyni suyakdan oladi. Ba'zi bir gormonlar bor, paratiroid gormonga komanda ketadi. U borib 99% kalsiy suyakda turganligi uchun omborxonaga hujum qiladi va omborxonadan kalsiyni olib turib qonga tashiydi o'rtalar. Qonga tashigandan keyin organizmda nima bo'ladi? Osteoporoz boshlanadi, rezorsiya jarayoni boshlanadi. Ana shu rezorsiya jarayonini tashkil qiladigan hujayralar, bular osteoklast hujayralar, bular suyuni yemiradigan, murtlashtirib tashlashadigan hujayralar hisoblanadi. Aynan osteoporozni davolashda nimaga urg'u beriladi? Ana shu suyuni yemirib tashlaydigan hujayralarni faoliyatiga nuqta qo'yishga va suyuni quruvchi hujayralarning faoliyatini kuchaytirishga urg'u beriladi. Hujayralarning faoliyatini kuchaytirish bu vitamin D, kollagen va kalsiy bilan amalga oshiriladi. Undan tashqari osteoblastlarni sun'iy ishlab chiqilgan gen injiniya yo'li bilan olingan dorilar bo'ladi. Bular suyak o'zak hujayralari deyiladi va endi osteoklastlarni o'ldiriladi. Zalendron kislota, ibandron kislota, alendron kislota degan moddalar bo'ladi o'rtalar. Suyakda asosan shu ikki xil hujayralar bo'ladi. O'zi 3 ta hujayra bo'ladi, lekin asosan ko'rib chiqadiganimiz ikkita hujayralar bo'ladi. Osteoporoz sabablari nimalar? Kimlarda osteoporoz bo'ladi? Nima sababdan kelib chiqadi bunaqa osteoporozning kasali? Osteoporozga asosiy sabablardan bittasi insonlarning yashash o'lkalari va insonlarning irqi, rasa deydi. Ya'ni Yevropeyskiy rasada, Yevropa mintaqasidagi tana tuzilishli insonlar osteoporozda ko'p bo'ladi. Mamlakatlar, mana Rossiya Federatsiyasi Shimoliy qutb mamlakatlarida, Skandinaviya orollarida vitamin D yetishmovchiligi uzoq bo'lganligi uchun bu insonlar ko'pgina holatlarda osteoporoz bilan, tanasi og'ir insonlar osteoporoz bilan istiqomat qiladi. Keyingi uchraydiganlar bular yevropoidni, bular nima negroidni ratsa, negroid irqda bo'ladi. Tanasi qancha qora bo'lsa insonni vitamin D ni o'zlashtirishi shuncha bekilgan bo'ladi. Vitamin D shuncha kam o'zlashtiriladi. Ikkinchi bo'ladigan osteoporoz kimda bo'ladi? Ikkinchisi ayollarda bo'ladi. Jenskiy pol xavf omillariga va qariyalar kiradi. Nima uchun ayollarda bo'ladi? Sababi ayollar uzoq muddat vitamin D va kalsiy defitsit bilan yashaydi. Ayollarda menstruatsion faza boshlangandan vitamin D yetishmasligi yo'qotish boshlanadi. Ayollar turmushga chiqqanda, homilador bo'lganda vitamin D sarfi ko'payib, bolaga ko'proq urg'uni beradi. Mana kecha bitta homilador ayolni vitamin D sini tekshirdim. Juda ham kam, lekin homiladorlik ketaveradi. Raxit bo'lib tug'ilish ehtimoli ham ko'p bo'ladi. Bu juda ko'pchilikda bo'ladi. Mana 3-4 ta odamni ko'rdim. Bugunda o'zida ko'rdim mana bitta homiladorlarda. Shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Ularda raxit bo'lib tug'ilish ehtimoli ko'p bo'ladi. Shuning uchun ayollar va qariyalar osteoporozga sabab bo'ladigan omillar hisoblanadi. Undan tashqari erta menopauza va bepishlik. Ayollarda normada 49 yoshgacha menstruatsion faza bo'lishi kerak, 50 yoshgacha. 49 yoshgacha bu menstruatsion faza undan oldin tugashi, bu erta menopauza deyiladi yoki bepishlik holatlari. Bularda gormonlar, estrogen fonlari buzilishi natijasida yuzaga keladi. Zararli odatlarni borligi, ichish, alkogol mahsulotlarini chekish va boshqa zararli odatlar. Mana hozirgi kunda zararli odatlarni ro'yxati ko'payib ketgan. Narkotik moddalar iste'mol qilayotganlar bor. Har xil opiylarga yoki haligi har xil kimyoviy moddalarga ruju qo'yganlar bor. Toksikomaniya degan narsalar bor. Zaharli narsalarni yaxshi ko'radigan. Bular hammasi zararli odatlar hisoblanadi. Endi surunkali kasalliklar, surunkali metabolik kasalliklar, qandli diabet bo'lishi mumkin va boshqa surunkali kasalliklar ham osteoporoz, revmatik kasalliklar, revmatoidni artrit, podagra degan kasalliklar bo'ladi. Bextrip kasalligi, undan tashqari reaktiv artritlar, psoriatik artritlar va boshqa kasalliklar va ba'zi bir dori darmonlar. Boya aytib o'tganimizdek,
tarkibida glikokortikoid moddalar yig'adigan dori darmonlar. Bularga kiradi prednizolon va unumlari, uzoq muddat qabul qilish, halqali diuretiklar, bular siydiradigan dori vositalari, uzoq muddat ishlash, antiagregantlar, ya'ni qonni suyultiruvchi dori moddalarini uzoq muddat ichish, antikonvulsantlar, tutqanoqqa qarshi yoki polinevropatik og'riqlarda ishlatiladigan preparatlarni ko'p iste'mol qilish bu osteoporozga sabab bo'ladi. Mana bu yerda rasmlar ko'rsatilgan qari ayol, chekkan odam, dori darmon, gipodinamiya, mana yotib qimirlamasdan bir joyda yotish holatlari, mana nimada 50 yoshdan oshgan ayollar, mana rassa, mana negroidni va yevropoidni rassalarda ko'p uchrashi, ya'ni irq rassa degan irq. Endi osteoporoz haqida o'z asli juda ham qisqa gapiryapman, chunki chuqurlashib ketib, murakkablashib ketib qolishdan qo'rqyapman. Osteoporozning endi belgisi haqida gaplashadigan bo'lsak, shuncha gapiryapsan, osteoporozning belgisi qanaqa o'zi bu kasallik deyishingiz mumkin. Osteoporoz bu yashirin epidemiya, tinch epidemiya, tinch qotil degan ma'noni bildiradi. Osteoporoz boshida belgi bermaydi. Holsizlik bo'ladi, tanadagi kechasi og'riqlar bo'ladi, odamning kayfiyati bo'lmaydi, vitamin D yetishmasligi natijasida odam birdaniga yurib ketishi qiyin bo'ladi, doimiy charchoq bilan yuradi va shunga o'xshagan umumiy belgilar, deyarli asosiy belgilar kuzatilmaydigan holatlar bo'ladi. Va undan tashqari tanada bo'g'imlarda, tizza bo'g'imida ayniqsa va tananing boshqa bo'g'imlarida, umurtqa pog'onalarida simillovchi og'riqlar bilan, osteoartrit ko'rinishidagi og'riqlar bilan, gonartroz, tizza bo'g'imning artrozi ko'rinishidagi og'riqlar bilan boshlanadi. Bemorlar o'tirib birdaniga turib ketishim qiyin bo'ladigan stat xarakterdagi og'riqlardan shikoyat qilishni boshlaydi. Oyoqlarda deformatsiyalar boshlanadi va undan tashqari bo'yning pasayishi bo'ladi. 1 yil oldin kiygan ayollar ko'ylagi 1 yildan keyin bitta sezondan keyin kiysa, yana ko'ylak yerga ko'proq tiyib qolgan bo'ladi. Bo'yi, ya'ni ko'ylak uzun bo'lib ketib turgan holat bo'ladi. Normada mana 1 yilda bo'yni 2 santimetrdan kam, umr davomida 15 santimetrdan kam bo'lishi. Yoshli vaqtda 175 bo'lgan odam yoshi katta bo'lgan paytda 160 bo'lib qolishi. Bu 12-15 santimetr. Bu haqiqiy osteoporozning belgisi hisoblanadi. Va keyin aristokratlarcha bukrilik deyiladi. Ya'ni bemor oldinga tanasi egilib qoladi. Ya'ni umurtqa pog'onasining ko'krak qismi orqaga chiqadi va bel qismi ichkariga kiradi. Ya'ni bel lardozini kuchayishi va ko'krak kifosining kuchayish holatlari bo'ladi. Mana bunday holat, mana bo'yni kaltaligi, yoshligida bo'yi baland bo'ladi, yosh katta bo'lgandan keyin bo'yni kaltaligi. Mana aristokratlarcha bukrilik holatlari. Bemorda mana ko'krak kifosi kuchayib qolyapti va terida skladkalar, mana bunaqa burmalar paydo bo'ladi. Oynaga qarasangiz burmalarni sanog'i ko'payishni boshlaydi o'rtoqlar. Ya'ni umurtqa ko'krak orasidagi oraliq kamayganligi uchun terida skladkalar, burmalarni ko'payish holatlari yuzaga keladi. Bemorlarda tez yiqilish holatlari yuzaga keladi, sarkopeniya. Bemor gangi 1 yil davomida 3 marta, 4 marta yiqilgan holat bo'ladi va yiqilishning oqibatida bemorlarda mana bunaqa siniq holatlar kuzatiladi. Ya'ni niskiy energetik perelom, ya'ni kam energiyali siniq, quymichidan sinadi, ko'krak umurtqalaridan, bel umurtqalaridan sinadigan holatlar paydo bo'ladi. Osteoporoz shu belgilari bilan ko'pgina holatda ehtimol bilan o'zingizda osteoporoz borligini bilasiz. Endi osteoporozni mutaxassis tomonidan aniqlaydigan usullari bormi? Mutaxassis qatdan biladi osteoporozni deganda usullari bor o'rtoqlar. Osteoporozni taxminiy aniqlaydigan narsalar birinchisi, xo'sh, kompyuter tomografiyada chiqib qoladi. Ya'ni magnit rezonans tomografiya tekshirganda suyakda mo'rtlik predvarительный ko'rinadi, aniq ko'rinmaydi. Lekin vaqt undan tashqari laboratoriya usullari ko'rinadi. Laboratoriyada qonda kalsiyning miqdorini ko'riladi, vitamin D ning miqdori kamligi bilinadi. Ko'pgina holatda bunda osteoporoz bo'lishi mumkin yoki undan tashqari rosa ham kam ishlatiladigan usullar bor. Bu mutaxassislar tomonidan ishlatiladi. Osteokalsin, beta-krosslabis degan usullar bor. Bular maxsus ixtisoslashtirilgan laboratoriyalarda tekshiriladi va osteoporozni aniq diagnostika qiladigan usuli bu suyak densitometriya usuli yoki atsotsiometriya usuli hisoblanadi. Suyak densitometri 2 xil bo'ladi o'rtoqlar. Bittasi mana bu markaziy densitometriya, ikkinchisi periferik densitometriya deyiladi.
Bu markaziy densitometriya usuli, bu rentgen nuriga o'xshagan nurga ixtisoslashtirilgan usul hisoblanadi. 130 kilodan ko'p odamda qilib bo'lmaydi. Tanani markaziy qismlari, umurtqa pog'onasining tanasi, son suyagini, bo'yinchasini tekshirishga ixtisoslashgan usul hisoblanadi. Usulning kamchiliklari bu 130 kilodan ko'p odamni tekshirib bo'lmaydi. Keyin aniq qorinda yog' bosganligini hisobiga masofa suyakgacha bo'lgan masofa qorin bilan masofa o'rtasida masofa kattaligi uchun ma'lumotlarni yanglishish ehtimolligi sal ko'payib qoladi. Endi periferik densitometriya bu Sonos 3000 apparati bor. Bu bizning klinikamizda bor tekshiruv usuli hisoblanadi. Yaqin hududlarda bu tekshiruv usuli yo'q. Bu Shimoliy Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan apparat bo'lib, tovon suyagi orqali tekshirishga ixtisoslashtirilgan usul hisoblanadi. Juda ham qabulimizga kelgan bemorlar bu narsani biladi, tekshiruvdan o'tgan yoki bo'lmasa mana shu kameraning tagida shu apparatimiz orqa tomonda turibdi. Bu qanday tekshiradi? Bu rentgenga asoslanmagan. Bu ultratovush tekshiruvga, ya'ni UZIga asoslangan usul hisoblanadi. Shuning uchun kostniy UZI deyiladi. Ya'ni suyak ultratovush tekshiruv apparati deb ataladi. Xo'sh, endi osteoporozni tekshirdik. Osteoporoz aniqlandi bemorda. Aniqlangandan keyin yana qo'shimcha kasalliklar bilan keladi. Osteoporoz bilan kelmaydi. Asosan tizzam og'riyapti deb keladi. Umurtqamda osteoxondroz bor deydi. Quymishim sinib qoldi deydi yoki quymishimda aseptik nekroz bo'ldi degan holatlar bo'ladi. Shu jarayonda biz osteoporoz aniqladik. Osteoporozni tekshirgandan keyin nima qilinadi? Birinchi o'rinda ovqatlanish rejimi o'zgartiriladi. Ya'ni to'g'ri ovqatlantirishga o'tiladi. Boyaga aytganimdek, kalsiyga boy oziq-ovqatlar, vitamin D ga boy oziq-ovqatlar, sut mahsulotlari, qatiq, pishloq, tvorog mahsulotlarini beriladi. Yeyish kerak, ratsionni ko'paytirish kerak. Dengiz mahsulotlarini ko'paytirish kerak. Baliq, mol go'shti mahsulotlarini, qo'ziqorin, bodring, ko'katlar, har xil narsalar, dukkakli o'simliklar, yong'oq va shunga o'xshagan mahsulotlarni ovqat ratsionida ko'paytirishga to'g'ri keladi. Glikemik indeksi yuqori bo'lgan mahsulotlar, shakar, oq non mahsulotlarini ozgina bo'lsa ham odam o'zidan chetlatishga, uzoqlashtirishga kerak bo'ladi. Polifabrikat mahsulotlari, dudlangan, achchiq sho'r, organizmda kalsiy va vitamin D ni yuvib chiqaradigan mahsulotlarni organizmda kamaytirishga to'g'ri keladi. Bular hammasi organizmda siydik bilan kalsiyni yuvib chiqarishni ta'minlab, osteoporozni kuchaytiradi. Ya'ni obratni teskari reaksiya jarayonlarini kuchaytirishga olib keladi. Organizmda zararli odatlardan voz kechish kerak. Boyaga toksikomaniya holatlaridan, ichish, alkogol mahsulotlarini chekish va umuman zararli odatlarni yo'qotish kerak. Gipodinamik holatlar, ya'ni kam harakat holatlarini yo'qotish kerak organizmda va organizmda sport mashg'ulotlarini har kuniga kunlik ratsionga qo'shish kerak bo'ladi kundalik hayotga. Nima bo'ladi sport mashg'ulotlariga? 3 xil sport mashg'ulotlarini o'tkazishga to'g'ri keladi. Birinchisi kardio mashg'ulotlar. Bemorga yurish tavsiya qilinadi. Agar oyog'i og'rib ko'p yurolmaydigan bemorlar bo'lsa, unda baseynda suzish tavsiya qilinadi. Haftasiga 3-4 marta yoki velotrenajyor, velosiped bilan kuniga 2 mahal ertalab och qoringa 30 minut, kechasi 30 minut velotrenajyor qilib mushaklarni mustahkamlash qilinadi. Ikkinchi qilinadigan narsa bu kuch ishlatuvchi, kuch muskulga kuch beruvchi mashqlar, ya'ni fitness mashqlari beriladi. Har bitta muskulga alohida mashg'ulotlar qilinadi, gantellar bilan ishlanadi, har xil toshlar bilan ishlanadi, har xil mashinalarda, krossoverlarda ishlatiladigan trenerlar bilan qilinadigan mashqlar bo'ladi. Va uchinchisi muvozanat mashqlari beriladi. Muvozanat mashqlariga yoga, ushu, tai chi degan mashqlar bo'ladi. Odamlar fazoda mushaklarda muvozanatni ushlashni o'rganadi. Mushak nima uchun? Chunki bitta mushak qisqarsa, bitta mushak bo'shashadi. Mushaklarda antagonizm, sinergizm, qarama-qarshilik, sinergizm va tandem, ya'ni birgalikda faoliyat ko'rsatadigan xususiyat bo'ladi. Shuning uchun muvozanat mashqlarida bitta mushak emas, qolgan mushaklar ham tanani ushlashga moslashib turgan bo'ladi. Qolgan mushaklarda ham mustahkamligi oshadi muvozanat mashqlarida. Bu jarayonlar o'ta muhim jarayonlar hisoblanadi. Buni sport mashg'ulotlarida stabilizator mushaklarning faoliyati deyiladi. Ya'ni mana yotib haligi
chegaralangan mashinada shtanga ko'targan bilan yotib chegaralanmagan holatda gantel ko'targanning farqi bor. Sababi bitta yo'nalishda ko'tarmaydi inson, bosh orqaga ketib qolishi mumkin, oldinga ketib qolishi mumkin. Shu orqaga, oldinga ketib qolmasligi uchun oldingi guruh mushaklari, orqa guruh mushaklari ham mustahkamlik oshib, tanani rostlashga harakat qilinadi. Shuning uchun bu muvozanat mashqlari bizga nima beradi? Muvozanat mashqlari bu stabilizator mushaklar. Ya'ni mushaklarni bir-biri bilan nima deydi? Hamohang ishlashini o'rgatadigan holat hisoblanadi. Shuning uchun 3 xil mashqlar bajariladi. Kardio mashqlar, suzish, velotrenajyorda suzish, yurish va boshqa. Kuch ishlatuvchi mashqlar, yotib tosh ko'tarish, gantellar bilan ko'tarish va muvozanat mashqlari, ya'ni tai chi, ushu mashqlarini va muvozanatni saqlaydigan mashqlarni bajarish to'g'ri keladi. Undan tashqari eng kerakli narsa bu sifatli uyqu. O'z vaqtida uxlash, soat 10 dan 6 gacha uxlaydigan holatlarda organizmda o'sish gormoni ishlab chiqarish rag'batlantiriladi. Ya'ni kalsiyga boy, vitamin D ga boy, kollagenga boy oziq-ovqatlar kirgandan keyin organizmda yoshlarda ishlab chiqadigan somatotrop degan gormon bo'ladi. Bu tanani o'sish, suyaklarni mustahkam qilishga, yoshlikdagi faoliyatga javob beradi. Sifatli uxlagan insonda melatonin miqdori joyiga keladi, kortizolning miqdori kamayadi, kayfiyat gormoni dopaminning miqdori ko'tariladi. Undan tashqari o'sish gormoni ishlab chiqariladi. O'sish gormoni bu suyaklarni mustahkam bo'lishida rosa muhim rol o'ynaydi. Hali o'sish gormoni haqida ertaga aytaman. Sarkopeniyani davolashda, osteoporozni davolashda muhim o'rin tutadi. Osteoporozni davolashda mana chet mamlakatlarda GZT degan narsa kiritiladi. Ya'ni gormonal zamestительная terapiya. Ya'ni chet mamlakatlarda ko'proq bu urg'u qaratiladi, sababi ilm borligi uchun. Erkaklar androgen preparatlarni birga oladi, o'sish gormoni bilan birgalikda. Ayollar estrogen preparatlarni o'sish gormoni bilan birga oladi. Organizmda kollagen ishlab chiqarish yaxshilanadi, osteoporoz bo'lmaydi. Organizm nihoyatda yosh, go'zal 50-60 yoshda ham mana kino aktyorlar yosh, navqiron, go'zal, chiroyli bo'ladi. Bularning hammasi GZT tufayli bo'ladi. Ya'ni o'sish gormoni uyqu vaqtida nihoyatda aktiv va zo'r ishlab chiqiladi, hurmatli o'rtoqlar. Va undan tashqari tana vaznini kontrol qilish, glikemik indeksi yuqori bo'lgan non, semirtiradigan narsalarni yemaslik kerak. Tana vaznini kontrol qilish kerak. Tana dumboq bo'lgan taqdirda ham mushakdor tana bo'lsa, unda osteoporoz bo'lmaydi. Tanada normal holatda ertangi kunga ham aytamiz, inson tanasini 35-40% qismi mushakdan tashkil topgan bo'lishi kerak. Afsuski hozir ko'pchilik tanasi 20% gacha mushakdan tashkil topgan, 50% dan ko'pi bu yog'ni tashkil qiladi. Uning ichida suv ham bor, boshqa narsa bor, qolgan suyak bor. Shuning uchun normal holatda sportsmenlarda, atletlarda tanasini mushagi 45-50% tashkil qiladi. Bu holatda osteoporoz umuman bo'lmaydi. Endi osteoporozni uy sharoitida qilish kerak bo'lgan narsalari shulardan iborat. Endi osteoporoz mutaxassisga kelgandan keyin nima qilinadi? Birinchi o'rinda vitamin D ning miqdorini biz aniqlaymiz. Ikkinchi o'rinda densitometriya qilib tekshiramiz va undan tashqari davolash boshlanadi. Hozirgi rejimlar o'rgatiladi. Hozir tana massasini kontrol qilish o'rgatiladi, to'g'ri ovqatlanish, ortopedik tavsiyalar, fizioterapevtik davo muolajalar beriladi va 6-o'rinda dori-darmon, farmatsevtika bilan yordamga kelinadi. Chunki men hozir aytib o'tgan narsalarimi hammasini 100% shuni o'zi bilan osteoporozni profilaktika qilish mumkin. Lekin osteoporoz bo'lgan bemorni bu holatdan olib chiqib ketish qiyin bo'ladi. Xo'sh, osteoporozni shu holatda bo'ladi. Endi undan tashqari endi vitamin D preparatlari beriladi. Ko'proq holatlarda inyeksiyon preparatlar beriladi. Yonboshdan qilinadigan o'zini maxsus inyeksiyon vositalari beriladi. Ma'lum bir vaqtdan keyin agar sarkopeniya holatlari bo'ladigan bo'lsa, alendron kislota haftada bir marta, sarkopeniya, osteopeniya, ya'ni osteoporoz yengil formasida, osteoporozning o'rtacha formalarida unda bir oyda bir marta ichadigan ibadron kislota unumlari bor va undan tashqari osteoporozning jiddiy holatlarida Telegram kanalimizda ham bugun tashladik, zalendron kislotasi qilinadi. Zalendron kislotasi bu osteoporozda ishlatiladigan eng kerakli birinchi qator tanlov preparatlari hisoblanadi. Nojo'ya ta'sirlari bor, yaxshi tomonlari bor. Zalendron kislotasini bir dona inyeksiyasi 1 yilgacha ta'sir qiladi. Ba'zi bir holatlarda 3 oyda, ba'zi bir holatlarda 6 oyda qilinadi. Onkologik holatlarda 1 oyda ham, 28 kunda ham qilinadi. Va zalendron kislotadan tashqari
Bu zalendron kislota boyaga aytib o'tib ketgan suyakni osteoporoz chaqiruvchi hujayralar bor suyakda. Mana bu osteoklastlarni bloklaydi. Osteoklastlarni faoliyatiga chek qo'yadi. Endi osteoblastlarning faoliyatini yaxshilovchi preparatlar bormi? Bor. Bugungi kunda gen injiniya yo'li bilan ishlab chiqarilgan preparatlar bor. Juda ko'p vrachlarimiz bu narsa haqida hali eshitishmagan, juda ko'p insonlar, lekin bu preparatlar ishlatiladi. Biz ishlatamiz. Mana bugun ikkita bemorda qo'lladik. Bu suyak o'zak hujayralari, ya'ni стволовой kletkalar deyiladi. Bular denosumab preparatlari, prolia deyiladi. Biz yaqinda Italiyaga borganimizda o'qiganimizda rosomumab degan preparat chiqqan ekan. Bu keyingi avlod hisoblanadi, lekin biz O'zbekistonimizda, biz mamlakatimizda hali bu preparat qo'llanilgani yo'q, klinik rekomendatsiyaga kiritilmagan. O'rtoqlar, osteoporoz haqida sizlarga berishim mumkin bo'lgan qisqa ma'lumotlar shu. Bu umumiy ma'lumotlar berdim sizlarga. Keyinchalik master klasslarimizda osteoporozga bag'ishlab yana alohida master klasslar qilamiz. Unda eng kerakli ma'lumotlarni yana to'xtalib o'taman. Kommentariyada kelib turgan savollarga qarab, insonlarda ko'proq fokusi qayerga qaratilgan, nimani ko'proq xohlashyapti. O'sha men hozir bilmayman kimda qanaqa osteoporoz haqida fikr borligini. Men sizlardan tushib turgan bir fikrlarni analitik tahlil qilib, keyinchalik yana bir master klasslarda o'tkazamiz. Keyin shu holatga qarab keyin birma-bir ma'lumotlarni berib boraman. Buguncha osteoporoz haqida shu narsalarni sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Endi hozir kommentariyada kelib turgan savollarga qisqa qilib javob berib o'tib ketaman. Kimda qanday yana qo'shimcha savollar bo'lsa, sizlardan iltimos YouTube kanalimizga obuna bo'lasizlar. Ichida Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizning nomi Osteoporoz jamiyati deb ataladi. Unda har kuniga osteoporozga xos bo'lgan kerakli ma'lumotlarni, butun dunyo amaliyotlarida, butun dunyodagi eng oxirgi randomizirованный исследование qilingan, eng oxir insonlarning ustida tadqiqot qilingan materiallarni 24-yil, 25-yilgi materiallarni birma-bir berib boraman, xudo xolasa. Shuning uchun sizlardan kommentariyalarda savollarni kutib qolamiz. Osteoporoz haqida tushuncha oldinglarmi o'rtoqlar? Kim qanaqa taassurot bo'ldi? O'shanga ozgina bo'lsa ham bitta fikr bildirib, qisqa fikr bildirib o'tib ketasizlar. Tushundim, tushunmadim deb. Agar tushunmagan bo'lsa, tushunarli bo'lsa, ertangi kunda yana osteoporoz haqida qisqa gapiramizda va sarkopeniya holatiga o'tamiz. Yana osteoporoz bilan birgalikda yondosh bo'lib keladigan patologiya bor. Bu mushaklarning holsizligi, mushakni suyak kichkina bo'lgandan keyin mushakni ham kichkina bo'lib ketishi, osteoporozning egizagi haqida gaplashib o'tamiz. O'shanda ham yana kerakli ma'lumotlarni beraman. Kstati, bugungi yozilgan kommentariyalardagi holatlar bo'yicha ham ertaga keyin qo'shimcha ma'lumotlarni berish imkoniyatimiz bo'ladi o'rtoqlar. 70 minut davomida mana to'xtamasdan gapirdim o'rtoqlar. Endi sizlardan yaxshi savollarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, rahmat.